Sizler mani sana soğuk. Rahmet. Aka, bugün sizin başlığınız biz atış kelip mana bek katı bir futbol müsabakası turvatımız. Benim için bek kızıydıgandek boktu bu müsabaka. Kızgınlık mı, deşikken, sırt kep ketken, mihmallar, her millet kalıkı bek çıkmalar ras. Muş hoşallık sizlerge bir embekirleylik top. Ustaz Bey bir neçe kız gekip ese. Endi mındaq qilib aytgan vaqtida mush saharning vaqo her kunning sahari güzel olsa şu kunmi güzel olacak. Mush her ishning boshlanmasa intayin muhim. Qanda degan vaqtda mush bugungi ishimizning boshlanmasa intayin yaxshi boshlandi. Demak, bugungi ishimiz cho'qim yaxshi og'irlashidi va mush musobaqamiz eng oxirgi g'alabalik bo'ladi deb qaraymiz. Endi bugun Biraz ustazdaki yazgan şehirga biz futbol naqsi ettik vallahi. bu meningki oltin lonqa degan 3-chi qitimliq futbol uchun yozgan naqshamcha. Birinchi qitim Abdulla Abdurim aytgan kel naqshi degan naqshini yozgan. Uningdan keyin 1998-yilgi deymi bu. Uningdan keyin futbol naqsi deb İzzet İlyas, Abdulla Abdurim, Yüksek Şicaat, Gülbarayim o'qigan o naqshini ijod qildik. Uningdan keyin bugungi oltin lonqani ijod qildik. Oltin anglama mana rasmiy voyaga yetkazib urildilar. Bo'pmi sening jafosing xeli zo'r bo'ldi. Sanga ko'pdan ko'p rahmat. Mushu musobaqa g'alabalik oxirlashsa cho'qim Şinjandagi har millat xalqining zo'r g'alabasi deb qarasak bo'ldi. Sizlar mani san so'q. Rahmat.